Aliment masalasi bo'yicha Rossiyadan murojaat tushdi. Undiruvchi bilan kelishuvga erishilibdi. Ya'ni 31-dekabrgacha bo'lgan qarzdorlikni to'lab beriladigan bo'lsa, taxtni yechib berishga rozi bo'libdi. O'shanga qanday xatti-harakat qilish kerak bo'ladi deyilyapti. Bu yerda undiruvchi ariza yozib beradi. O'sha nimani ijro hujjatlarini qaytarib olish haqida. Va nimani cheklovni yechish bo'yicha o'sha MIB talabi bo'yicha o'zi ariza berish kerak bo'ladi va ushbu arizaga asosan Majburiy ijro byurosi qaror chiqarib, uni bazaga yuklaydi va baza tomonidan cheklov olinadi. Lekin bu yerda talab o'sha o'zi aslida bunaqa yo'l bilan ochish qiyin masala, lekin faqat bu yerdagina undiruvchi rozi bo'lgani uchun bu narsani qilinyapti. Agar MIBda o'ziga qo'yiladigan bo'lsa, MIB bunga rozi bo'lmaydi. O'sha qarzdorlik yopilishi kerak bo'ladi. Undan keyin 2 oy davomida agar yana to'lov bo'lmaydigan bo'lsa, yana nima qilib qo'yishi mumkin, yana cheklov qo'yishi mumkin bo'ladi. Shunga ehtiyot bo'lish kerak. Yanvardan agar har oyda nimani vaqtida to'lab yuradigan bo'lsa, cheklov qo'yilmaydi. Rossiyada turgan bo'lsa, demak, ishsizlar stavkasi bo'yicha to'lov qiladi. Uni bitta farzandga 1,5 milliondan to'g'ri keladi. Xo'p, agar sizda ham shunaqa tushunmovchiliklar, shunaqa nizoli ishlar bo'lsa, murojaat qiling, yordam beramiz.